qidirib yurgan aka-opa singillarimizga ishni zo'ri bor. Bez dokument, hech qanaqa dokument shart emas, patent kerak emas, registratsiya kerak emas. Hech qanaqa dokumentlarsiz shunchaki borib ishlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu ish nima ish? Qiziqyapsizlarmi? Albatta videoga bitta like bosing. Kommentariyada omad Zuhriddin deb yana qayerlardan ish chiqarish haqida kommentda yozib qoldiring va videoni tanishlaringizga ish qidirib yurgan hammaga jo'natib qo'yinglar. Ishi zo'ri. Oyligi 7 milliondan 14 milliongacha ishlab topish mumkin. Video qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ramiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun xudo xolasa reysga chiqqanmiz. Rязанский oblastda. Vallahi перекур qilishyapti. Har kun reyslar bor. Даже 31 dekabr kuni ham biz reysga chiqamiz. Murojaat qilishlaring mumkin. Assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana ko'pchilik Zuhriddin so'radi, bizga bez dokumentisdan chiqaring, O'zbekistondan chiqaring deganlar uchun mana sizlarga hech qanaqa dokument shart emas, hech qanday hujjat talab etilmaydi. Hech qanaqa proverka yo'q. Bu ishimiz O'zbekistonning Andijon, Farg'ona, Namangan, Samarqand, Jizzax, почти butun O'zbekiston bo'yicha, Toshkent bo'yicha ishni zo'ri. Bu Moskva oblast hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va bazada turadigan registratsiya, trudovой договор, уведомление, снилс, NN, deport запрет tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar. Yandex.Go ilovasi orqali, ya'ni dostavka xizmati O'zbekistonda ham yo'lga qo'yildi. Endi xohlasangiz piyoda, xohlasangiz velosipedda, xohlasangiz mototsiklda, xohlasangiz o'zingizning mashinangizda bemalol kuryerlik qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha ovqat, zakaz tovarlarni o'z egasiga yetkazib berish orqali siz pul ishlab topasiz. Bu ishga yoshdan qat'iy nazar O'zbekistondagi hammani ishga oladi. Ya'ni bez vopros. Shunchaki ishlash ishtiyoqingiz bo'lsa bo'ldi. Xohlang mototsikl, xohlang piyoda, velikda nimaga oyligingiz ko'proq chiqishini xohlasangiz, nima piyoda sal ozroq chiqadi, misol uchun piyodaniki zakaz yetkazishi ozroq bo'ladi, misol uchun kuniga yetkazib beradigan zakazlar soni. Mototsiklda yana ko'proq, velosipedda ko'proq, mashinada esa vobshe ko'p bo'ladi. Buni o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Shuning uchun hamma o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda xohlagan yo'nalishda ishlashi mumkin ekan. Ish grafiklari ham siz xohlagandek qo'yib beriladi. Erkaklar hammani ayollar ishga qabul qilinaveradi. Bu ishga Zuhriddin kimga murojaat qilishimiz kerak deydigan bo'lsalar, pastda Telegram silka qoldiraman. Ana o'sha Telegram silkaga o'tsanglar, havola anketa to'ldiriladi. O'sha joyda nomeringizni yozib, ism familiyangizni kiritasiz, silka qoldiraman. Shuning uchun shunchaki tezda pastdagi Telegram kanalimiz bor, Zuhriddin Musofir kanali. O'sha Telegram kanaliga o'tsanglar, o'sha joyda mana shu ishga joylashish uchun anketa to'ldirish uchun silka qoldiraman. Ana shu silkaga bosasiz va o'sha joydan ro'yxatdan o'tish uchun manzil qoldiraman. Shuning uchun kimga agar shu ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda ish qidirib yurgan bo'ladigan bo'lsangiz, mana sizlarga ajoyib imkoniyat. Albatta bu imkoniyatdan foydalanishni men sizlarga tavsiya qilib qolar edim. Chunki ish uyingiz oldida bo'ladi. Mashinangizda borib bemalol ishlab kelib, xohlagan payt zakaz urib, qolgan payt dam olib uyda oilani bag'rida ishlashga nima yetsin? Mana sizlar so'radinglar, biz chiqaryapmiz. O'zbekistonda ish. Ya'niki Rossiyadagi singari hech qanaqa dokument, til bilish, bu yosh qat'iy nazar hammani ishga qabul qilaveradi. Tezda agar kimga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi Telegram silka orqali Telegramga o'tamiz va o'sha yerdagi havola orqali tezda anketa to'ldiramiz va sizga albatta o'zlari srochno aloqaga chiqishadi va qayerda manzilingiz bo'lsa, o'sha uyingizni oldidan inshaalloh Xudo xolasa sizlarga zaявка qilib berishadi. Albatta videoni maksimal hammaga tarqatib qo'yamiz. O'zbekistonda yurgan, ishsiz yurgan akalarimiz mana qish payti hamma uyda bemalol maza qilib ishlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, albatta kanalimizni kuzatib borsanglar, bundan-da zo'r ishlarni va bundan-da oyligi balandroq ishlarni biz chiqarishga harakat qilamiz. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, yana qaysi viloyat tumanlarda ishla chiqaraylik. Biz sizlarga chiqarishda davom etamiz. Albatta Rossiyada ham ishlar bor. Bu Rossiyadagi ishlarni qayerdan ko'ramiz deydigan bo'lsanglar, Telegram silkamiz bor. Ana shu Telegram silkaga o'tinglar, o'sha joyda o'sha tepaga yurib chiqsanglar, o'sha hamma Rossiyadagi ish vakansiyalarini Telegram gruppamga joylab qo'yganman. O'qib qaysi bir yoqsa, o'shanga Rossiyadagilar bemalol aloqaga chiqasizlar, nomerlargacha ko'rsatib qo'yilgan. Mana shunaqa bugungi yangiliklarda albatta videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like, kommentda omad Zuhriddin so'zini yozib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar.
aytib o'tdim. Bu ishga hech qanaqa telefon nomeri qo'yilmagan. Pastda Telegram, yana bir marta qaytarib o'taman. Telegram kanalimizni silkasini qoldirganman. Telegram kanaliga o'tasiz. Telegram kanaliga o'tsangiz, eng oxirgi xabarimiz o'sha havola qoldirilgan. Ya'ni Yandex Go ilovasiga ro'yxatdan o'tish deb silka qoldiraman. O'sha joyga bosasiz va anketangizni to'ldirasiz. Ya'ni ism, familiya, telefon nomer hammasini zaявkani to'ldirganingizdan keyin o'zlari sizga aloqaga chiqishadi. Demak, hoziroq pastdagi Telegram silka orqali tezda zaявka qoldiramiz.